mahalla raisimiz o'sha mahalla yettiligidagi o'sha mahalladagi ijtimoiy ma'naviy muhit bo'ladimi, kambag'allar bilan ishlash bo'ladimi, oilalar bilan ishlash bo'ladimi, yoshlarni kamolatga yetkazish yoki bo'lmasa o'sha mahalladagi jinoyatchilik, huquqbuzarliklarni oldini olish, o'sha mahalladagi soliq tushumlarini byudjetga yig'ish masalalari bo'ladimi, yoki bo'lmasa o'sha mahallada ajrim yoki bo'lmasa nizoli oilalar bilan ishlash bo'ladimi, barchasini mahalla raisi bevosita rahbarligida o'sha mahalla yettiligi amalga oshiradi. Ya'ni bugungi kunda mahalla oldida bir qator vazifalar turibdi, belgilab olganmiz. Ya'ni eng asosiy vazifalarimizdan bittasi oilalar mustahkamligini ta'minlash. Mahallada oilalar mustahkam bo'lsa, nizoli oilalar bo'lmasa, bu o'sha mahalladagi ijtimoiy ma'naviy muhit va o'sha mahalladagi tinchlik, osoyishtalik ta'minlanadi. Ikkinchi vazifamiz yoshlarni ma'naviy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Uchinchi vazifamiz ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash. To'rtinchi vazifamiz xotin-qizlar va keksalarga alohida e'tibor berish. Oxirgi vazifamizda endi bu ham asosiy vazifamiz millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash. Biz oldimizdagi turgan vazifa, chunki bizda ko'p millatli mahallalarimiz juda ko'p, chegara hududdagi mahallalarimiz bor. Xulosa qilib aytganda, mustahkam oila kuchli mahalla demakdir. Kuchli mahalla esa barqaror va taraqqiy etgan jamiyatning asosidir.